Muhabbatnoma 16 qism. Beyjingga bardigan aeroplanga chiqish uchun aerodromga kelganimizdan boshlab meni ikkili qo'lsiz holatda ko'rgan kishilar xuddi g'alati maxluqni ko'rgandek hayron bo'lishib, qiziqsinib qarashdi. Bir nechisi hatto menga qarayman deb boshqalarga so'qilibmi ketishdi. Parvo qilmadim. Boshqalarning bahosiga diqqatimni berib, mundaq qarashlarga azoblanib yurgan bo'lsam, bu kimgacha dardga chidamay necha qitim o'lib bo'lar edim. Mangu mushundaq yashaydiganimni bilgandan tortib, taqdirimni qabul qilganim, mushundaq yashaydiganimga chin ko'nglimdan rozi bo'lganimdan boshlab, rohat, ozoda, qo'rqimsiz va texmi kuchli bo'lishga boshlaganim o'zimga ayon. Shunga ularning umda qarashlari yenimdan o'tmaydi. Biroq bechora opam bearam bo'lib, xalqning g'ayri nazarda qarag'anlarini menga bildirmaslik uchun hadab diqqatimni o'ziga tortib, allanimalar haqida zo'q-sho'q bilan so'zlab, meni gaplarga ram qilishga tirishib o'ltiradi. Aeroplanga chiqqandan keyin Ayruxan qiz achash va akashlarning farqli muomala bilan kuyinish, ko'ngil bilish, pat-pat kelib nima lozimligi, biror talabim bor yo'qligini, biror ishda qolaysizlik bo'lmaganligi haqida so'rab turishlari ichimni siqib qo'ydi. Qarasam boshqa yo'lovchilarga undaq emas. Asosan menga shunday qilyotadi. Ko'nglimning yerim bo'lganligini bildirmaslik uchun izchil kulib turdim. Gaplarining hammasiga yo'q bilan javob qaytarib, har qaytimda ayimay rahmat aytaverdim. Beyjingga tushgandan keyinmi ishlar o'xshashli bo'ldi. Hamma odam boshda hayronlik nazari bilan ko'zlarini chaychaytib qarashdi. Ondan menga enik ana bo'lish vazifasi bordek, har tarafdan kelib ahvol so'rab, yordamga ehtiyojliq yoki emasligimni so'rab turdi. Ularning yaxshi ko'ngli bilan shunday qilayotganligini tushunib turardim. Lekin davomli bunday bo'laversa, buruqtirmoqlik, kunamaslik ichida qaytadan o'zimni kamsitib qilishimdan ansiraydim. Apammo mening u xil nachar psixikada bo'lishimni xohlamaydi. Maktabga kelib, tizimga oldirib o'tgandan keyin boshqa rasmiyatlarni bejirib bir yaxlik qildim. Garchi o'qituvchilar va maktab rahbarligi meni oxirgacha o'qib ketammaydi deb qarashgan bo'lsin, yana umidsizlanmay tirishdim. Oxiri Beyjing millatlar dasyosining ikki qo'li yo'q, meyib o'quvchisi bo'lib qoldim. Apam sirtda arzon mehmonxonadan yotoq zakaz qilib 15 kuncha shu yerda turdi. Va bu jarayonda ijara uy, xizmat istedi. Men har haftaning oxiri maktab sirtiga chiqib, darvoza oldida saqlab turgan opam bilan ko'rishatdim. Va uning bilan birga yotiqiga berib, dam elishimni shu yerda o'tkazib kelardim. Yurtdagi chaqda ansirgan bo'lsam, keyingi ishlar men o'ylamagan yerdan chiqdi. Opamning davlat tili saviyasi qilch qiynalmayla barliq ishlarda bemalol fikr almashtirgudek darajada shunchalik ravon ekan. Xanzucha materiallarni ko'rib tushunish, tarjima qilishdimi, qilchi masala yo'q ekan. Sestralik kasbidan chiqqan opamning nalarda yurib, xanzu tilini muncha yaxshi o'rganib, suvdek so'zlaydigan bo'lib ketganiga zoti aqlim yetmaydi. Bu yerda ijara uy topmoq tas edi. Tapqili bo'ladiganlarining hammasining ijara puli osmon palak bo'lib, yurtimizda ijaraga berib atgan uyimizning 1 yillik ijara haqqi bu yerdagi uylarning
2 oylik ijarasiga yetmagili tas qoladi. Shundoq bo'lsa-mu, apam izchil umidsizlanmadi. Ba'zida kun-kunlab uy va xizmat izlab, charchab yiqilib qolay desimi, horg'in, tushkun chiroyini menga ko'rsatmaslik uchun kulib turardi. Qanchalik charchab ketganligini, ko'nglining yerim ekanligini menga faqatla bildirmaydi. Shundoq kunlarning bir kechligi apam yattig'imga telefon berib, o'zining bir grim buyumlari zavodidan o'rab qachilaydigan xizmat topganligini, maoshining yomon emasligini aytdi. Uning kayfiyati yaxshi edi. Shuningga qarab, ko'nglim xeyli aram tepib qoldi. Endi apam turg'idek ijara uy tepib olsaqla, boshqa g'imimiz qolmaydi. Tilakimizga yarasha uzun o'tmay uymi tepildi. Yana kelib ijara to'lamasakmi bo'ladigan. Faqat apam ertasi oqshomlarda zavod amalliqiga ozdir ko'pdir ko'z quloq bo'lib, ishdan tushgandan keyinmi zavodga kirib chiqadigan mashinalarga darvozani etib berib, kirgan chiqqanlarni tizimlab, shu ishning hudisidan chiqib bersa, zavod darvozasi yonidagi kichik bir oshxonasi bor, 2 eg'izliq uyni apamning turishiga beradigan bo'lishibdi. Bir hisobda bumi bo'ladigan ish bo'ldi. Azroq avara bo'lish badaliga ijara to'lamay turadigan bo'lganligidan apammo xushal edi. Men hafta oxiridagi dam elishimni uning bilan birga shu uyda o'tkazalaydigan bo'lganimdan xushal edim. Chataq yeri apamning dam elishi haftada faqat bir kunli bo'lib, har yakshanba kunilar dam olalaydi. Men juma kuni kechda maktabdan chiqib, apam turadigan uyga kelsam, ertasi bir kun shu uyda yolg'iz turib, apamning yakshanba kunidagi dam elishini kutishga majbur bo'lardim. Har nima degan bilan u turalg'u, u ishlag'imi ko'nib qoldik. Ichidagi bir eg'iz uyni Nimkash uy jazla bozordan olgan bir kishilikdan 2 dona karvat, qorashtiradigan kiyim ishkabidan birini, 2 karvat o'tirsiga yeziq ustildan birini qo'yib, apchilgina hujra uy qilib oldik. Teshidagi bir eg'iz uyga tamoq ustili bilan 2 dona o'rindiq qo'ydik. Ilgari mushu zavodning ko'rgazma qilinadigan grim buyumlarini tizishga ishlatgan. Hozir ko'nrab ketdi deb ambarga akirib qo'yilgan Pokay nusxaliq ishkabni ambar mas'ulining ruxsati bilan cho'ng maydonga ib chiqib, yuyib, tozalab, uni teshidagi uyimizga qo'yib oldik. Apam derizlarga oddiy to'rraq setib olib kelib, o'z qo'li bilan parda tikib esib oldi. Shuning bilan bu uyimizmi illiq ham mehr issiq turalg'uga aylandi. Keyingi haftasi kelganimda apam texi grim buyumlari yasashga ishiltilib bekor bo'lgan materiallarning cho'ngroq quta, qattiq solyollardan ishlangan qutlarini tashdaq qilib, yumshoq gul tupsiga karabsha, oshkeki, samsaq, mayliq yesivilak degandek ko'ktatlarni terib, yana bir necha tashdaq gulni ko'chirib, obdalla aynatib qo'yibdi. Apam u gullarni zavodning o'rinlashtirishi bilan aloy uzib qachilab kelgili, aloy o'stirish basiga borganda shu yerdan og'ash kelganligini, apamning maftun bo'lib qolganligini ko'rib, ba'ziga mas'ul kishining bir necha tip og'ash ketsa bo'ladiganligini aytganlikdan og'ash kelib ko'chirib qo'yganligini aytib berdi. Apamning bu emgaklari bilan uyimizga qaytadan iskat kirib, barg'an siri mehrlik bo'lib qilyotdi. Bir juma kuni darslar tugagandan keyin odatim bo'yicha maktabdan chiqib, avtobusga o'tirib, apam ishlaydigan zavoddagi uyimizga keldim.
uyga kirib, gullarga suv qo'yib atgandan keyin gurish yuyib dumlab qo'yib, opamning ishdan tushishini saqlag'ach, birdan kitob ko'rdi. Shu asnoda darvoza yonidagi kichik reshatka eshigining qo'ng'irqi jiringlab qoldi. Odatda kunduzi darvoza oldida bir omonlik saqlag'uvchi akash ishlaydigan bo'lib, zavod xizmatchilari ishdan tushib bo'lganda, u ishdan tushib qaytib ketadi. Shunga u bu vaqtda opam yoki mening chiqib ishga yetishimizning hojati yo'q edi. U ishdan tushmoqchi bo'lsa, ondan opamga yoki menga ishdan tushganligini aytib qo'yib, kechidagi darvozaga qarash mas'uliyatini bizga o'tkazib berib qaytib ketadi. Eshik qo'ng'irqining jiringlashi anglanib, uzun o'tmay, heliqi omonlik saqlag'uvchi akash derazani urdi va meni chaqirdi. Ishtek berib eshikni ochsam, u qo'lida bir tal konvertni tutib turibdi. Meni ko'rib, ko'rgunicha xatni menga uzatdi. Shavsha, opangga xat kelibdi. Opang boshqa zavoddagilar bilan aloy maydoniga ketdi. Eligacha qaytib keladi. Xatni sana beray-a. Omonlik saqlovchi akash bergan xatni elib, uningga rahmat aytqach, konvert teshidagi adres va ismga ko'z yugurtdi. Xat Chengdu shahridagi ma'lum bir turmadan kelgan bo'lib, opamning adresi va ismiga qaratib yozilgan edi. To'satdan Shuhrat Turg'un degan ismga ko'zim tushishi bilan yuragim qartdi qildi. U bir kashligi opam bilan so'qishib qilib uydan chiqib ketgancha izderga bo'lmagan, yo'qab ketgan uzun yillar bo'lgan akam Shuhratning ismi edi. Shuncha aniq adres va ismlar bilan xat yozig'iga qaraganda, opam bu yillarda akamning xabarini elib, uning bilan izchil aloqalashib keldi. Nima uchun mendan yoshirgandi? Chengdu shahridagi ma'lum turma deb yozibdi. Akam turmada nima ish qiladigandir? Gerçi boshqalarning xatini ko'rish adabsizlik bo'lsa-mu, opam bo'lgan taqdirda uning ko'nglini oyishim, shaxsiyatiga tajovuz qilib, xatlarini o'g'irlikchi ko'masligim kerakligini bilsam-mu, uzun yillardan beri xabarini ololmay kelgan bir talla akamga munosabatli bo'lganligi uchun opamning qaytib kelishini saqlashga taqat qilolmadim. Xeyli uzun ikkilangandan keyin oxir xatni ichib o'qishga boshladim. Xat haqiqatan akamdan kelgan bo'lib, boshdan oxir "Suyimlik opa" deb yozilgan ekan. Akam xatda o'zining ahvolining yaxshi ekanligini, tirishib o'zgarib, har jihatga o'rganish va chiniqishlarga aktiv qatnashib kelayotganligini, yetakchi va boshqurg'ichiga aktiv moslashib, jazo kamchiligini qo'lga keltirishga, jazo muddatini tezroq to'shqizib qaytib chiqib, biz bilan jam bo'lishga tirishadiganligini, shuninggacha bizning o'zimizni asrashimiz ham uni aslab turishimizni yozgandan sirt, opamdan o'ziga vakolatan mening holimdan yaxshi xabar elishni o'tinibdi. Oxirda ehtiyojli chaqlarimizda yenimizda bo'lanmay, bizni jafoda qo'yg'ini uchun kechirim so'rabdi va bizni mangu so'ydiganligini qayta aytib o'tibdi. Hamda endi pul avatmaslikni, yenida xeyli uzun xarajat qilgudak puli borligini yezibdi. Tunji qitim o'qishdilar. Ko'z yoshlarim taramlab yiqishga boshladi. Hayajon, seg'inish, azob aralashib ketgan tuyg'uda xatni qayta-qaytalab o'qib ketdim. Necha qitimlab o'qibmi,
ishlarning tegiga yetemedim. Apamning bu ishlarni mendan yushirg'ini nima qilg'ini? Acaba men uning singlisi emasmikanman? Akamga aloqador ishlarni bilish huquqim yo'qmi mening? Ko'z yoshlarim xatni ho'llab, u yer bu yerning siyoh izi tarab ketyapti. Shu holda yig'lab o'ltirsam, apam kirib keldi. Muhabbatnoma 17-qism. U yig'lig'inimni ko'rib, aldirabla yenimga keldi. Ham ustaldagi xatga qarabla ishning tegiga yetib, beshini silib, levini tishlaganicha jimmida turib ketdi. Apamni ko'rish bilan tang, teximi esadab yig'lab, yiqildab ketdim. Ig'izim gapkimi kamidi. U asta yenimga kelib, meni bag'riga bosdi. Shu tarzda uzoq yig'lashibdik. Bir chaqda apam ko'z yoshlarimni surtib, o'zimga keltirdi. Ondan bo'lgan ishlarni boshdan so'zlab berib, akamning nemishqa turmga kirib qolganligini, shu mezgillarda apamning chingdug'i berib, akamga echilgan shu bir qitimliq sudga qatnashish uchun menga va Erpanga ishkirga belim oshirg'ili borman deb yolg'on aytganligini. O yerda bo'lib o'tgan ishlar va akamning zahar to'shish jinoyatiga chetishlik chiqib kelib, 9 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganligini, shuningdan keyingi vaqtlarda mendan yoshirincha izchil aloqalashib turganligini, bu ishning menga ta'sir qilib azoblanmasligim, o'qish natijamning tuvanlab ketmasligi hamda o'qimayman deb turib olmasligim uchun hozirgacha mendan yoshirib kelganligini, bu ishni menga demaganligidan akamning mu xabar borligi qatorliq ahvollarni aytib berdi. Apamning naqadar g'ayratlik, chidamchan ayol ekanligini, vujudidagi onalik mehrining kishining aqli yetmagidek darajada kuchli ham ruhi zabardast ekanligini yanama cho'nqur tushunib yetdim. Uningga ko'proq hamroh bo'lishim, umidini oqlash ham ajrini yerda qo'ymaslik uchun bor kuchim bilan tirishishim, uning akam va menga singdirgan ajriga loyiq javob qaytarish uchun jon badal tirishchanlik bilan olg'a ilgirlashim lozimligini yana bir qaytam his qildim. Akamning xabarini olgandan keyin boshda apamdan sal ranjigim keldi. Shuncha vaqtdan beri mendan yoshirganlari uchun ta'tir qarvog'im kelganini yoshirmayman. Lekin uning meni o'ylab shunday qilganligini, hamma ishni mendan yoshirib kelgan bu yillarda barcha ig'irchilik, jafo mushaqqat, azob uqubat, iqtisodiy besim, judolik alamlari ichida qiynalganlarini o'ylab, yanala ranjishlarimdan qaytdim. O'ylab baqsam, unda qiladiganға haqqimmi yo'q ekan. Apamning men uchun qilganlarga, tatgan jafolarga, ming yillab yashab, dedak maliy bo'lsammi, at eshigi bo'lib xizmatini qilsammi, javob qaytirib bo'lmaydiganligini bilib turardim. Uningdan haqiqatan minnatdor edim. U dunyodagi eng ulug' ona bo'lishga munosib, eng go'zal inson edi.
Apam bilan singlimning Beijingga kelib o'rilishib olganligidan xabar tepib, qanchalik xush bo'lib ketganimni til bilan ifodalab berolmayman. Ularning shu qadar qaltisligiga, singlimning shu holati bilan xeyli oliy ma'lumotli oilalarning bejirim farzandlarimi o'tamagan dongliq oliy maktabga o'tib, poytaxtimiz Beijingga o'qishga borganligiga, apamning erlarning vujudidanmi tasdi tepiladigan yuksak jasorat bilan uni himoyasiga elib, dadamning va mandek akisining yenida yo'qligini chandirmay izchil o'qitib kelganiga. Uning o'qishiga hamroh bo'lish uchun ömürlük tömür tavuqi bo'lgan xizmatini tashlab etib, keyinligidan ansirmay hammani to'g'ri tikib, shuncha yiroq yerga ketganiga til farqi, madaniyat va urf-odat farqi bo'lgan shu kishilar orasida bir kishilik o'rin tutib, dastlab turib, bir o'qdan xizmat tepib ishlab ketilganligiga hayronligim kamas keladi. U yurtdagi chaqlarda manga yozgan xatlardan davlat tili saviyasini bilib bo'lgan edi. Shunga til jihatda qiynalib qolarmi deb andish qilmaydi. Xizmat turalg'ulardan xotirjam bo'lgan ekan, hamda g'am qilgudek boshqa ishmi qolmagan edi. Faqatla o'zimning shuncha dod, galvang, aqlsiz chiqib qolganimga o'kinatdim. Singlim jinida ikki qo'lidan ayrilgan meyib tuqiga tan bermay, jahillarcha tirishib o'qib, angliq oliy maktablarga o'tsunu, men bang boshlig'imdan, aqlimning cho'ltiliqidan qo'limdagi tayyor fursatni o'tkazib etib, ochiqning keyniga kirib, uydan chiqib ketib, oxiri har xil eziqtirishlardan o'zimni tortolmay, yot shaharga kelib, haqning olchisi bo'lib, hala bugungi kunga kelganda jinoyatchi bo'lib qilib, kunlarimni 4 tamning ichida jinoiy jazo o'tash bilan o'tkazyapman. Dunyoda mendanmi dod, mendanmi qapoqbash odam bormidi? O'qish, bilim elish, hech bo'lmasa biror kasbning peshiga esilib, igilik tiklashga tegishli mazgilimda hayotda birli qaytim nasib bo'ladigan yoshlik bahorim mush yerda behuda o'tib ketyapmoqda. Buning sababchisi dal o'zim. Hech kimdan yomonlig'i bo'lmaydi. Biroq bu pushaymonning alamini qachongacha yutarman? Nima po'xyab opamdan og'irnar edim. Hamda o'ylasam, uning qilganlarimi asli men uchun, mening istiqbolim uchun kan emasmi? Nimalar deysammi, qandoqli pushaymon qilsammi, o'rniga kelmaydi. Hozir qila oladigan birdan-bir ishim tirishib o'zgarib, jazo muddatimning yangillatilishini qo'lga keltirish va opamga xat yozib, uningga ruhiy jihatdan bo'lsa-mu madad berishli edi. U mening borlig'imni, vatanimizning qaysi bir bo'linglarida turibmi, uni va singlimni yaxshi ko'rib, seg'inib o'tayotganimni, tezroq qaytib berib, ularning bag'riga singib ketishga zori ekanligimni bilsa, umidlarim, orzularim bilan uni ozroq bo'lsa-mu paplab tura olsam, shu topning o'zida uningga qilib bergan eng katta ishim bo'lib qoladiganligini yaxshi bilardim. Shuning uchun xushal edimki, ularmi meni yaxshi ko'radi, seg'inadi. Amon bir kuni jam bo'ladiganligimizni aytib, ko'nglimni obundirib turadi. Yiroq yurtlardan kelayotgan unsiz salomlarning muhabbati bilan men kunlarni bir-birlab sanab, umid bilan yashamoqda edim. Ko'za kunda sunmaydi, kunida sunadi degandek. O'g'lim haqida yoshirganlarim tasodifiy fursatda pash bo'lib qilib, qizimning bir mahal azoblanib yurishiga sababchi bo'lib qoldi. Ammo bumi yaxshi bo'lgan edi. Qachongacha yoshiraman? Ammo bir kuni biladi-ku axir. Hozir belgini, to'g'ri qaryaligini, chin ko'nglidan yuzlanaligini yaxshi bo'ldi. Uning bara-bara pishib yetilayotganligini, azoblarga, yo'qotishlarga, qiyinchiliklarga tavrinib qolmaydigan, har ish oldida dodil tura oladigan, tushkunlashib tugishib ketishdan ko'ra amal tepishga intiladigan, yig'lab o'zini yo'qotib qo'ymay, hamma ishni eg'ir besiqlik bilan tahlil qiladigan, sovuqqan o'ylanib qaror chiqaradigan bo'lganligini his qildim. Qizim haqiqatan qaysar, botir edi.
uning vujudidagi qaysarlik va iroda saq kishilarning vujudidanmi aldirab tepilmaydi. Bu tarafi meni xotirjam qiladi. Shuningmekin uning istiqbolidan g'am yeyishlarim ishonchga aylangan edi. Doktorxonaning menga bergan 3 oylik muhlati to'shqanda, men girim buyumlari zavodining tirishchan bir ishchisiga aylandim. Sestralar boshliqimizga telefon berib ahvollashib, ishlarning taraqqiyotini so'rab turardim. 3 oy to'shqanda uningga yana bir telefon qilsam, doktorxonaning istiqbolnomamni tasdiqlaganlik qatorida bir taraf qilganligini aytdi va bu yerdagi ishlarimga utuq tilab, yaxshi tilaklarini bildirdi. Uningdan va meni to'g'ri tushungan qo'llaganlardan minnatdor edim. Ular haqiqatanmi ah ko'ngil, yaxshi kishilar edi. Zavodda bir mazgil ishlagandan keyin o'rab qachlash sexining mas'ulligiga o'stirildim. Zavod boshlig'i meni ko'pchilikning oldida maqtaydi. Madad beradi. Az sonliq millat ekanligimni, yiroq Shinjongdan kelganligimni, oila ahvolim ham qizimning o'qish ishlarini ko'zda tutib, turli ishlarda alohida imtiyoz yaratib beradi. Tirishib ishlab, yaxshi natija yaratishga ilhomlantiradi. Bu shaharda cho'ngdan kichikcha hamma odam yon telefon ishlatadi ekan. Ko'ch supuradigan tozliq ishchilarining birdan yon telefoni bor ekan. Shuningga qarab, qizimga bir yon telefon setilib, o'z nomimda bir so'zlashish kartasi bechirdim. Hafta oxirida u kelganda sovg'a qilmoqchi edim-yu, oladiganni ep bo'lganda yana o'ylanib qoldim. U odatda ba'zi shaxsiy tozliq ham oz bir qism ishlarda qiynaladi. Oldi tugmalik yoki sirtmalik kiyimlarni kiyib qolsa, tugma sirtmalarni itib ashmig'i tasidi. Knopkalarni birdan bosadigan bu telefonni u qanday ishlatdi? Bamay turaymikin ya. Shu andishi bilan delg'ol bo'lib turganimda, qizim qo'lsiz o'ng beligini apchil ishiltib, knopkalarni besib, burunqi savog'dishi Erponga telefon qilib so'zlashdi. Uning bu qadar chechanligiga hayron edim. Ba'zida ko'zim tegib ketamo deb ansirabmi qoladi. Shakila garchi telefonni ishiltaligan bo'lsa-mu, bu narsaning o'ziga qaraganda menga bakrak lozim bo'ladiganligini tushuntirib, o'zim ishlatishim uchun qoldirib ketib qoldi. Shuningdan keyingi kunlar izchil xizmat bilan o'tdi. Shakila oznigina darsdan tushib yenimga kelsa, men ishlayotgan sexga kirib, ishlarimga yordamlashadi. Bu jarayonda u girim buyumlari yasaydigan ishga qiziqib qolgan bo'lib, turkum girim buyumlari zavoddan ishlanib tayyor bo'lib, quruq qutlarga axmil liniya orqali qachlash uskunasining oldiga yetkazilishiga, qachlab yana axmil liniyaga qo'yganlarimizning liniya orqali bir chetga opirilib, eg'izining avtomatik etilib, hatto marka chaplash pechatlanishigacha avtomatik bir taraf qilinib, eng oxirida qopqa qachilinib, eg'izining etilishini qo'l selib ishlashlarimizgacha shunchalik qatirqinib, qiziqib ko'rib ketadi. U olgan atirgul bargillari, qovzig'idan so'yib elingan aloy atlari, shoxlardan ayirib elingan o'simlik javharlari, terisi aqlib etilgan pomidor, tarxamak deganlarning hammasi uning zo'qini qo'zg'aydi. Mendan u narsalardan qanday qilib girim buyumlar yasaldiganligini to'xtamay so'rab churuqlab ketadi. Hozirga qadar o'rab qapqa qachlash sexida ishlab kelayotganligim, ba'zida ishchilar yetishmay qolganda atirgul bazasi, aloy yetishtirish bazasiga berib yordamlashganimni hisobga olmaganda, girim buyumlar yasash jarayoniga bevosita qatnashib boqmaganligim uchun girim buyumlarining amaliy yasalish jarayonini ko'rib boqmagan edim. Qizimning bu ishlarga muncha qiziqib kelishlari kallamda yangicha bir o'y paydo qildi. Shuningdan keyin cho'ng bir xotir daftar tutib, uningga zavodga kelib o'rganganlarim, axmil liniya harakati, o'xshamaydigan har turli girim buyumlarining qachillanish va liniyadan o'tish ahvoli qatorliqlarni tafsiliy yozib, xotirlab chiqdim. Bularni keyingi bir kunlarda asqaytib qilishi mumkin bo'lgan muhim bilimlar deb qaragan edim. Shuning bilan birlashtirib zavoddagi peshqadam ishchilardan va girim buyumlari yasashga bevosita qatnashadigan xizmatdoshlardan yasash xizmatiga munosabatlik ba'zi tafsilotlarni so'rab olib, ularning daftargini bo'yicha xotir qoldirg'ash, amal qilib, xam materiallardan girim buyumlarini yasaydigan sexga kirib, shuning ichidagi amaliy mashg'ulotlarni ko'rib beqishga, imkon bo'lsa ko'proq bir narsa o'rganib olishga tirishdim. Bilganlarimni, o'rganganlarimni udulliq xotirlab mangdim. O'rinishlarim bekor ketmadi. Oxiri aralashtirib yasash sexiga yo'tkelib, shu yerdami bir mazgil ishladim.
barliq jarayonlarni o'z ayni bo'yicha yezib mengishga yetarlik sharoit fursat tug'ildi. Qizim hafta oxiri yenimga kelganda xotirga yozganlarimni zerikmay o'qiydi. Tushunmaganlarini so'raydi. O'ylaganlarini o'tirg'a qo'yadi. Uning qiziqishlarini qanoatlantirish va hamon bir kuni lozim bo'lib qolish ehtimolligi bo'lgan barliq tafsilotlarni puxta egallab olish uchun kuchimning yetishicha tirishdim. U da 2 yil tirishchanlik ko'rsatish, bir tarafdan ishlash, yana bir tarafdan o'rganish va xotira qoldirish jarayonida zavodning ma'muriyat va boshqarish ishlaridan tortib, hammani puxta bilib, qilchilik chala qo'ymay xotira qoldirib mangdim. Ammo kutilmaganda dal shu nuqtadan chatoq chiqdi. Men bu zavodga ishga tushgili dal 2 yil bo'lganda, mening hamisha bir ishlarni so'rab surishtirib, zavod ichida yuqoridan tovangacha hamma odamdan ahvol egallab, barliq ishlarni birma-bir egallab yurgandan xabar topgan va meni bir mazgil maxfiy kuzatgan zavod rahbarligi oxir bir kuni meni suhbatga chaqirdi. Va necha vaqtdan beri qilib yurgan ishlarimni sababini so'rab turib oldi. Boshda ularning nemishqa buncha jiddiylashib ketganligini bilmagan edim. Keyin tushansam, ular meni bu yerda ishpiyonlik qilib ahvol egallab, boshqa zavodlarni maxfiy uchurlar bilan ta'minlab, orada o'yin o'ynadi, bizga xoinlik qilib g'irim buyumlarimizning retseptlarini material tangshash, yasash jihatlaridagi maxfiyatliklarimizni haqqa setib, o'xshash kasbdagi raqobatchilarimizni axborot bilan ta'minladi deb o'ylab qoldi. Buni bilgandan keyin ularga haqiqiy ahvolni aytib berdim. Qizimning bu ishlarga qiziqib qolganligini, keyin o'qish bitirib yurtimizga qaytganda balki mushu sohadan chiqish yo'li tepib qolishi mumkinligini, shunga ko'proq narsalarni o'rganib olsam, o'zimgimi, qizimgimi yaxshi bo'ladiganligini, shu sababdan uzundan beri hamma ishlarni bilishga qiziqib kelganligimni birini qo'ymay deb berdim. Muhabbatnoma 18-qism. Shu sababdan uzundan beri hamma ishlarni bilishga qiziqib kelganligimni birini qo'ymay deb berdim. Biroq ular bu gapimga ishonmadi. Meni qaytadan tekshirdiganligini aytib, xizmatdan to'xtatib qo'ydi. Xizmatdan to'xtagandan keyin yezib kelayotgan xotiralarimni zavodga topshirib berishni o'ylab, qo'limga ep bo'lib yana to'xtab qoldim. Buni ularga bersam, keyin menga qaytarib berishni tayin. Shundaq bo'lganda uzoqdan beri qilgan ajrim yo'q bo'ladi degan gap. Tekshirishda o'zlarining gumonini isbotlayamasa, mening gaplarimga ishonsa, balkim ish o'rnim saqlanib qolishi, menmi aqlanib qolishim mumkin. Aksicha bo'lib qolsa, ular menga ishonmasa, ish o'rnimdan ayrilib qolishim, zavoddan haydalishim mumkin. U chaqda o'ltirayotgan uydimni ko'chib ketishga to'g'ri keladi. Buni azdab, xotirnimi yo'q deb qo'ysam, to'limi afsuslanarli ish bo'lg'idek. Shunga qo'limda bu xotirning borlig'ini ularga uqtirmay, uyda dam og'ash tekshirishning tugishini saqladim. 10 kungacha so'zilgan tekshirish oxirlashgandan keyin oxiri mening ishpiyonlik qilganimga doir hech qanday isbot topolmaganligi aniqlandi. Shundaqdimi ular yana menga ishonmadi. Eng muhimi, zavod boshlig'ining bu jihatda bir qatim gumon qilgan odamni qayta ishlatmaslik ideyasining qurboni bo'lib, ish xizmatimdan ayrilib qoldim. Bu men uchun o'ltirayotgan uyimdanmi ayrilib qolishdan derak beradi. Qayta tushuntirish, yelinishlar foyda bermadi. Ular mening eng oxirgi o'rinishlarimni bechit qilib, meni ishdan bo'shatmoqcha faqatla unamadi. Shunday qilib, ishsiz, uy makonsiz qoldim. Zavod meni 3 kun ichida ko'chib ketib, uyni bekorlab berishga buyurdi. Nemishqimi, shuncha erkin ozoda so'rashtirib yurgandaman deb qolman. Uncha palaxshib ketmay, silig'ida bir ish qilib chandirmay astirdan o'qishsammi, material to'plag'im kelsa, buningdan keyingi yillar davomida asta to'plasam bo'lgan ekan aslida. Bexudligimdan, ishning oqibatini o'ylashmay ularning ko'nglida gumon paydo qilib qo'yganimdan bo'ldi. Kimdan ko'ralaydim? Ming tasda beshim patqudek bir makonga, g'amlarimni tugatgudek bir xizmatga ega bo'lganimda o'zim chang tutamadim. Amdiki masala ijara uy tepish edi. Zavod bergan 3 kunlik muhlatni chang tutib, taraf-tarafga qatirab uy izladim. Shundaqdimi muvofiq uy tepilmadi. Tepilganlarning ijara haqqi odamni aymandiratdi. Uyni bekorlab bergandan keyingi bir necha kun yana mehmonxonada turishga to'g'ri keldi. Nars keraklarning bir qismini chamadonga qachilab, Shakila yotqiga ep ketdi. U meni pulning ko'ziga qarab o'ltirmay, qimmatrak bo'lsa-mu ijara uy tepishga da'vat qiladi.
Lekin nafas oladigan havo bilan dastlab mangdigan yerdan boshqa hamma nima pulga keladigan, uning ustiga ziyoda qimmatchilik bu shaharda pulning ko'ziga qaramag'ili bo'landi. Yetib yesa tag'mi to'shimaydi. Yenimizda xeyli pulimiz bor degan bilan kunlar texi usin. Shakilaning o'qishiga, ikkimizning turmushiga mangdamda bir pul ketib turadi. Oymasam qandaq bo'ladi? Qizim meni pixsiq bo'lib qoldingiz deydi. Ammo xalqning oldida sarg'ayib qolmaslik, yo'qsizlik sababidan kimlargadir yaldirib qolmaslik uchun pixsiq bo'lishmi arziydigan ish. Barini ayısaq, yo'qni tepishning qo'ydi bo'lsak, kuchimizni xo'ritib o'zimizga tayinib yashashni o'rgansak, shu eng donolarcha yashash usuli. Buni u balkim xeyli yillardan keyin andin tushunishi mumkin. Әмділ xatirjam bo'lgan ko'ngil yana parakanda bo'lishga boshladi. Apamning davomli mehmonxonada turib berishimi yaxshi ish emas edi. Bu shaharda uy topmoq nemanchi tasdi. Xizmat topmoqchi tehi. Yataqdoshlarim apamning ahvolidan xabar topgandan keyin yordam qilmoqchi bo'lib xeyli boshqa turishdi. Ammo muvafiq amal tepilmadi. Shu ishlar uchun boshqa turib ko'nglim g'ash yurgan kunlarning birida yataqdishimning kompyuterda to'rga chiqib etib, Şinjanға oid bir sayohat tashviqot filmini ko'rib qoldim. Uningda Şinjanning milliy alohidlikka ega yemekliklari, o'zgacha taomlari tanishtirilgan edi. Tanıştırılgandımı köp qismi ko'chadagi yemek içmek yoyimisidan tartilgan suratlar bo'lib, әпчіл harbularga ilingan yemekliklar kashlik bozor, atdiganlik bozor ham odam ko'p to'plashgan joylarning hammasida qo'yilgandek qiladi. Lampong, dog', muzburchaq, ochiq nuqut degandeklarning hammasi biz Şinjangda do'qmush-do'qmushlarda ko'radigan. Xohlaganda 1-2 yuanga elib yeyalaydigan narsalar. Ammo bu yerdagi Şinjangga berib baxmagan kishilar uchun ular ajoyib bir yangilik hisoblanadi. Şinjangga berib o narsalarni tetib baqqanlar bo'lsa, eg'iz-eg'izga tegmay maqtishib, yana bir berishni, o'xshagan taomlardan yeb kelishni armon qilishadi. Shularni o'ylab etib, to'satdan ko'nglim pallida yorib ketdi. Darhol saboqdishimning yanfonini ariyatga elib, apamga telefon berdim. Hamda qimmatrak bo'lsa-mu ijara uy tepib ko'chib olishni. Bu hafta ko'rishganda uningga deydigan muhim gapim borligini aytdim. Bir yataq, bir zal, bir oshxona va bir munchisi bor 50 kvadrat metrlik bir yurish uyning bir oylik ijarasi 3200 yuanga to'xtagani apamning ideyasidan o'tmadi. Qimmat bo'lganiga tushliq bino uy bo'lgan bo'lsa-ku kashki. Biroq buni qimmat ko'rib, bog'chilarda tunab, yo'llarda uxlag'ili bo'lmaydi-da. Pulga qiymagan bilan puldinmi e'tiborliq jonga zarar yetsa qanday qilg'iliq? Uning ko'nglidagi xumni bir yoqqa qayrib qo'yib turib, o'ylaganimni dedim. Appa, endi turalg'udan xotirjam bo'lgandan keyin xizmatning qo'yga kirayli. Haqi ishlashning qo'yda yurayvermay, biror tijorat qilishni o'ylasak yaxshi bo'lg'udak. Ha? Mushiyadimi? Ya hech kimni tanimizsak, ya hech qanday yo'limiz bo'lmasa, hech nima bo'lmaydi. O'tganda ko'rdik-ku, appa. Şinjangdan chiqqan nurg'un odamlar bu yerda kavobxona, oshxona, navoiyxona, maxsus pulxona, yana dehi Şinjangning yerlik qo'l hunar buyumlarini, qo'shtashlarni, atlaslarni sotadigan do'konlarni ichibdi-ku. Texi kashlar ko'chalarda yoymi ichib, yemak, ishmak, kiyim-kechak sotganlarmi bor ekan? Bizmi shunday qilaylik? Şinjangning Lampong,
ochiq nuqutlarni satsak bo'ladi. Yurishtirib ketalasak, bara pul topgan seri yana boshqa ishlarni qilamiz. Undaq degan bilan yugurib chiqibla ko'chaga yayni echib olsak, so'raydigan odam chiqa bola. Bir kimlardan so'rab, nima rasmiyatlarni tayyor qilamiz, shuni bilibroq bir ish qilamiz. Undaq kichik yoyimkashlikka rasmiyat ketmaydi, opa. Haqiqatan rasmiyat ketib qolsa-mu, avval echib turmiz. Bir yerdan odam kelib, "Mava ishni qilibsan, mundaq rasmiyat ketadi, qani?" deb so'rab qolsa, ondan bilimiz qog'inni. Bilmaslik ayib emas. Ularni bek ayibga buyurib ketmaydi. Yo'g'ini kelsa ozroq jarimani to'laydigan ish chiqa. Shu bahonada ishning yo'lini bilib olamiz. Vaqti kelganda ahvolga qarab ish tutsak bo'ladi. Sen lampunga bek ustugu apa. Achchiq nuqut, o'pki yesib deganlarni bek o'xshitsan. Pishirib tayyorlash sal japaliq bo'lgan bilan zavodga ishdan yengil to'xtaydi. Bo'larmi shunda qilsak? Meningcha bo'ladi. Apa, ati chiqib yemak-ichmak ishiladigan yayma haru ko'rpa qamdoq. Ilgiralisak, ati lampun, nuqut tayyorlab, kashda muvofiq bir o'ringa qo'yib baqaylik. Bu yerda Şinjanning desaklar qiziqadiganlar jiq chiqidi. Bo'lmasa o'tgan kashkanlardan natisiga bekorlik sovg'a qilib maqtab, uchirib, tetib baqila solamiz. Cho'qim qilalaymiz apa. Voy, sening mush xushqashqanligingni nimacha aqlliq tuqqandiman deyman seni. Apamning xushbo'g'inni ko'rib, ko'nglim tindi. Atisi bozorga berib, usti taxtay va jozi aynaklar bilan kichik oshxona hosil qilingan nimkash 3 chaqliq velosiped harvidan birini setib oldik. Uyning oldiga akilib, yuyib tozalab, at degandan kash kirgich palaxshib yurib tayyorlik qilib, oxiri kunduzi sodasi bo'sh bo'lgani bilan oqshimi qiziydigan kiyim-kechak do'konlari qatori ichilgan ko'chalardan biriga haydab kirib to'xtatdik. Apam oppoq xalat va posma kiyib, maska taqib, kichik chinlarga o'xshagan lampun, ochiq nuqut va porchoqlarni elib tizib tayyor qildi. Men uning yonida turib, o'lchamlik davlat tilida bu narsalarimizni rosa maqtab tunishtirib, o'tgan kashkanlarni qiziqtirishga boshladim. Bu yerdagilar Şinjanning degan gapni anglasa, boshqacha qiziqadi. Atrofga masalik ochiq chuchuk poroq tartib, julalnib turadigan lampun, ochiq nuqut porchoqlarimizning ta'migimi gap ketmaydi. Apamning umidsizlanib qolmasligi, o'tgan kashkanlarning bu narsalarimizga qiziqmay o'tib ketavermasligi uchun menmo kuchab tashviq qildim. Ajrimizga yarasha shu kuni sudimiz yomon emas bo'ldi. Şinjanda bir qachisi 2 yuanga keladigan bu narsalarni biz 5 yuandan sotdik. Uningsizmi bu yerda mal bahosi sal qimmat bo'lib, yerliklarning pishirib sotadigan ushaq yemakliklarga qaraganda yanada arzon edi. Biz xaridorlarga har kuni mushu yerga keladiganligimizni, yemeklikimizni yoqtirsa, mushu yerga kelib setib olsa bo'ladiganligini, ko'p setib olganlarga e'tibor qiladiganligimizni aytib, bir lampun olganlarga nuqut, bir qachi nuqut olganlarga lampun sovg'a qilib, narsalarimizni obdanla tashviq qilib oldik. Kech soat 12 gacha savdo qilib, darslarimiz quruqdalganda ondan uyga qaytdik. Apam herib solishdi ketgan edi. Shundaqdimi savdodan tushgan pullarni sanayotganda uning chiroyidagi sulg'unlik, ruhidagi harg'inlik allaqayoqlarga uchib ketgan bo'lib, oftobdek echilib ketgan edi. Voy, sapmasak 345 yuan bo'pti. Sovg'a qilib pulga sotgan bo'lsak, yana necha yuz yuan bo'lib qoladi ekan. Mayli apa, sovg'at qilish orqali tashviqat qilib oldik emasmi? Bundan keyin xaridorimiz texmi ko'paydi. Hozir sovg'a qilganning foydasini
keyin ko'ramiz. Apamning chiroyidagi umid sho'lisini ko'rib, yenikdan oldim. Uning turmushimizdan, mening o'qish pulimdan, keyingi istiqbolimdan g'am qilmasligini, shu ishlarni to'la o'ylab, ko'nglini yerim qilmasligini eng umid qilatdim. Shuncha yiroq yerdan kelib o'qiyotganim, ana bola ikkimizning to'xtovsiz tirikchilik natijasida o'qishga kelib, 2-yili o'qish mukofotiga erishdim. Hayotida bir mo'changa chag'liq pul tepib baxmagan. Hozirga qadar opam tepib berganni xajlagan mendek meyib qiz uchun bu oz pul emas edi. Bakli xush bo'ldim. Barliq o'quvchilar oldida sahnaga chiqib taqdirlanganda bo'lsa, ham hayajonlandim, ham izzat etdim. Chunki barliq ko'zlar menda. Ikki qo'li yo'q holatda sangilab turgan, qarmoqqa g'ayri ko'rindigan ikki beli kimda edi. Xijilliqim oz kelgandek, yig'ing'ir riyosatchilik qilgan o'qituvchining meni oz sonliq millatdan bo'lgan, Şinjandan kelgan meyib qiz deb tunishtirishi menga xuddi meni kamsitayotgandek tuyuldi. Uning kamsitish uchun emas, qo'li saq turibmi tirishib o'qimayotgan, hamma sharoiti yaxshi turibmi fursatni qadrlamayotgan, o'qish vaqtini o'yin tomosha bilan o'tkazib zoya qilayotgan boshqa o'quvchilarga madad berish, ilhomlantirish uchun shundoq tavotganligini tushunib tursammi, yanali ko'nglimning bir yerlari yerim edi. Muhabbatnoma 19-qism. Jismimdagi alohida kamtiklik sababidan maktabga kelganimdan boshlab meni asosan hamma odam bilib ketgan edi. Ammo shu qitimliq yig'indan keyin bilganlar texmi to'liqroq bilmay qolganlarmi chala qolmay bilib ketdi. Buning bilan meni yo'llarda, maydonda, magazinlarda ish qilib nadili ko'sa bir-biriga ishorat qilib so'zlashib, o'zaro kusurlashadigan bo'lib ketdi. Bu ahvolning bakmi uzunga so'zilmaydiganligini biletdim. Shundaqdimi, bu ish shu vaqtning o'zida menga passiv ta'sir qilib, kishilardan o'zimni qochiradigan, apamning yeniga qaytmaydigan vaqtlarimda asosan yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib kelishga boshladim. Apamning yaxshi tarbiyasi meni har vaqt kuchli, iqtidorli, qobiliyatli ko'rsatishga tirishlari bilan kichigimdan hozirgacha o'zimni kamsitish ideyasida bo'lib baxmagan edim. Saq bolalar osonlik qila olgan ishlarni qilaman deb qilolmaganimda, qancha tirishibmi, yana taslik uchirganlarda anda sonda mayuslanib qolganimni hisobga olmaganda, hozirgidek o'zimni kamsitib qolgan chaqlarim bo'lib baxmagan. Shunimi bir mezgil jimg'urlashib, maktabni xohlamaydigan bo'lib qoldim. Lekin hatto oxiri opamning yeniga qaytganda o'zimni ajoyib baxtiyor, shunchalik ozoda, oilamizni to'limi baxtli his qilatdim. Ikki qo'lidan ayrilib qolgan, kichigidan boshlab qo'lisiz hayotga, bilaklarini va barmoqlarini qo'l o'rnida ishlatishga odatlanib kelgan mendek bir qizning turmushida yana nimalar bo'lsin? Men boshqa qizlardek diskoxona, kechilik klub, qovoqxonalarga bormaydim. Boshqa qizlardek egiz pashnaliq oyoqlarni kiyib, ko'zni qamashtiradigan kiyimlar ichida
naznilla kabi jo'lanib ko'zga tashlanmaydim. Meni qo'g'lashgan, qo'g'lashga jur'at qila oladigan o'g'illarmi yo'q edi. Hey ist, oydek chiroyli qiz bola-da. Mijazi, chiroyi, tirishchanligi dal men orzu qiladigan kelgusidagi ayolimning obraziga tushidi. Bolalarimga ona tanlasam, ashunda qizlar bo'lsa deyman. Agar qo'llari saq bo'lgan bo'lsa, hargizmi qo'limdan chiqamagan bo'lardim. Bir necha o'g'il saboqdishimning men to'g'riliq paranglarini boshqalardan anglabma qolgan edim. Boshda ko'nglim yerim bo'ldi. Mening qanday o'ylaydiganimni so'rab baxmay turib, har qismi gaplarni qilib yurishkinni. Eng muhimi, ular deyishgan shu gaplarning mening quloqimga yetgani azroq ko'ngilsizlik edi. Biroq taqdirimda bari shu tursa, ulardanmi, taqdirdanmi ag'ring'ili bo'lmaydi-da. Shunga muhabbatlashish degan uqumni kallamga yaqinmi yo'latmaydim. O'qishdan boshqa xushalliqim opam bilan, faqatla opam bilan bo'ladi. Uning ellik quchqidan, onalik mehridan, ko'yinishlaridan biror ishni qilolmasam 10 jini bodek tirishib qilib berishidan. O'zim maktabda bo'libmi biror ishda qiynalganimni bilsa, orini yiroq demay kelib, yotoq boshqarg'ichiga ahvolni tushundirib, bir amallarni qilib yenimga kirib, yiriqimni yaqin, mushkulimni oson qilishlaridan xotirjamlanatdim. Bara-bara yotoq boshqarg'ichi achimiz opamni tonib ketdi. U kasala Shavshatning opasi deb kulib qarshi elib, ortiq tangli qilmayla ustiga boshlab qo'ydigan bo'ldi. Boshqa savodashlardek uyidan, yurtidan, opasidan biraqla ayrilishning jafosini men tatmagan edim. Bu jihatda meni talaylik deyishga bo'ladi. Shunchalik minnatdor edimki, Erpan taki yurtdan ayrilganimizdan boshlab izchil men bilan aloqalashib, tirishib yaxshi o'qishga ilhomlantirib, bayram va alohida kunlarda sovg'a, atkirqlarni avatib tabriklab, meni hech qachon unutmay izlab turdi. O'qishga kelgan dastlabki yili opam zavodda ishlayotganligi uchun ta'tilda yurtga qaytamadik. Erpan ta'til qilib uyga qaytgan bo'lib, bizni boramikin degan umidda xeyli undab baqdi. Opam zavodda qolsa, o'zim yolg'iz yurtga ketsam bo'lmaydi. O yerdagi uyimizda boshqalar turayotganligi uchun borsam turadigan yerim yo'q edi. Opamda xotirjam bo'lolmaydi. Keyingi qaytandaq ta'tildimi o'xshash bo'ldi. Opamning inisi bilan ayoli bizni yo'qlab kelib, necha kun turib ketgandan keyin uning ustiga yurtdagilar bilan telefonda ahvollashtirganimiz uchun qaytib berishning bək cho'ng zaruriyatimi yo'q edi. Biroq Erpan meni yurtga qaytqizolmay bəkli harashtatdi. Ha desili shu gapni qilib, kelsang bo'ladi dan boshqa gap qilmaydi. Opamning meni deb tortayotgan jafolarini o'z ko'zim bilan ko'rib turib, yana uningga ta'tilda yurtga boraman degili bo'lmadi. Jimmida o'qib, turmushimizni qamdash uchun opam bilan birga boshqa turib, ishlarimni davomlashtiraverdim. Ammo rost gap qilsam, yurtimni, tuqqanlarni, uyimni, Erpanni seg'ingan edim. Bo'libmi Erpanni? Shakila ta'til qilib yurtga qaytmagan seri uningga bo'lgan seg'inishim hasilab eshib, sarang bo'layli dedim. Bir ketib olgancha, uda 4 ta'tilning hech qaysida ashuncha qaytmaganmi bormi?
u va Risolat opam yurtini tuqqanlarni sig'inmamdikina yo tuqqanlari kelinglar demamdigandi. Mening sig'inganimdan xabar tepib turgani aniq. Kammading deb og'rinsam jimib tartib qo'yishlardan bilib turman. Ammo yanala kammayotgani ko'nglimni yerim qiladi. U kammagan ta'tilda uyimmi mehri so'g'uq. Kishining turg'usi kammaydigani to'yilib ketdi. Opam etgan tamoqni yeydi. Uyda ish bo'lsa yordamlashatdi. Dadam bilan paranglashadi. Boshqa chog'larda asosan uyda o'ltirmaydi. Ta'tilning tezroq to'shishini, tezroq maktabimga ketishni o'ylaydi. Kunlar uzargan seri mijozim chus, chichilg'aq. Ochiqim yomon bo'lib ketyotdi. Shu jarayonda tamakiga ugunib, ancha-muncha haraqmi ichib qo'ydigan bo'lib qoldi. To'liq o'tirdik saboqdoshlar bilan ko'rishib qolsaqmi, o'ltirishimiz haraqsiz bo'lmadi. Shakila ashunda qishloqqa eng o'ch edi. O'g'il bola degan kayib sapaga berilsa, odamning yeniga kelganda haraq tamak purab kelsa bo'lmaydi. Keyin bolalar bo'lganda, bolalarning oldida yaxshi odat yetilirmisi bo'lmaydi. Gerçi u bu ishlarimni ko'rmagan, bilmagan bo'lsa-mu, har qitim o't tutashtirganda, rumka to'qishtirganda u ko'z oldimga keladi. Menga norozilik bilan o'ychan beqib turgan ko'zlarini xiyolan ko'z oldimga keltirdim-yu. Uningga bo'lgan sig'inishim shifo topolmaganda yana shu narsalardan tasalli izlab qolardim. Shakila uda ikki ta'tilda qaytib kelmaganlikdan keyingi qitimliq yozliq ta'tilda Beijingga berib kelish xiyolim borligini opamga aytdim. Uning qo'shilmaydiganligini bilatdim. Ammo bolalik mehrim bilan qayli qilib olaman deb o'ylagan. Uncha bola chalvaqab, olamni ma'lum qilib ketar deb o'ylamagan ekanman. Uningga telefon qilib, gapning beshini chiqarishim bilanla odam yeydigandek chirqirab, telefondan chiqib, meni qiymi-chiymi qilibgidek bo'lib, Ashu chulaqni izlab boramsan? Ashuncha yiroq yaygima? Uxlab tushing. Berib kelish kiroyingga to'lab berdiganga bekor qolgan pulim yo'q mening. Ta'tilga qo'yib berganning 5-kuni kechgacha uyga unib bo'lmaydigan bo'lsang, mendan yomonlama. Yeni maktabga berib o'qiyman deb xiyonmaydimi? Men sening opang. Gapimni anglasangmi anglaysan, anglamasangmi anglaysan. Bo'lmasa oqibatini men senga deb bermay. Opam varqirab telefonni qo'yibdi. Uning gapini anglamaslikqa haddim emas edi. Agar o'z xoyishim yoki opamning zo'ri bilan maktabdan chekinib qolsam, keyin kelib qolmay to'yimni qilib o'tish aniq edi. Bu gapni opam ori kunda 6 qitim samimga silishini faqatla unutmaydi. Lekin Shakilani endi ko'msam chidayolmaydim. Opamning kiroyim uchun pul bermaydiganligi aniq bo'ldi. Men buni necha vaqtdan beri o'qishdan bekor bo'lsam-la Shakilani xiyol qilib, seg'inib o'ltirib, o'qishdan sirt ish tepib ishlashni, o'z kuchimga taynib pul tepib, ozroq bo'lsa-mu pul jug'lashning qo'yiga kirmabdiman. Hatto ota-onam avatgan pullarni tejab yig'ib qo'yishni o'ylashmay, ozodi xajlab, Shakilaga uni buni setib olib avatgandan boshqa udulli xajlab tuytib turibdiman. Opamning berib kelish kiroyingga to'lab berdiganga bekor qolgan pulim yo'q mening degan gapidan keyinla pul tepishim, pul yig'ishim kerakligini cho'nqur his qilib yetdim. Shundan keyin yana bir tirishish nishonim bor bo'ldi. Sinf mudirimizdan yordam so'rab, shanba-yakshanbalarda maktab kutubxonasida ishildim. Kitoblarni ratlash, tozalik qilish menga hech qancha tas tuyulmaydi. Ammo soatlik ish haqi oldiganligim uchun bumi yomon emas kirim hisoblanadi. Buning bilan birga yana og'inlar bilan ichishvozlik qilishib vaqt isrof qildigan qiliqlarimni tashlab, birdan bekor bo'lsam, kitob ko'rdigan yaxshi odatni yetildirdi. Oliy maktabga chiqqandan keyin 3-ta'tilda uyga qaytmay, kunduzi tez tomoqxonada, kechlari kechilik klubda kutuvchi bo'lib ishildim. Kechilik klubning sharoiti qadimda bir odamni iziqtirib, o'yin tomosha va go'zal naznlar dunyosiga qo'shib o'tgan tastamas tursimi, ko'nglimga pukkan irodam uchun
hamma ustidan g'olib kelib turadi. O'z navbatida buning men uchun bekli cho'ng sinaq ekanligi ma'lum bo'lib turadi. Ta'tilda qaytmaydigan bo'lib qolganimga ochiq kelgan opam olamni beshig'i kiyib chalvoqidi. Lekin menmi uni do'rab, deydiganlarimni deb bo'pla, uning gap qilishini kutmay telefonni qo'yib yutadigan odatni tepib oldi. Oxir ochiqqa chidamagan opam idorasidan ruxsat so'rab Urumchiga keldi. Kechilik klubdagi xizmatimni tugatib, atigan soat 5 da maktabga kelsam, cho'ng darvoza oldida opam turdi. Kichik safar so'mkasini yendi qo'yib, harg'inliq tugilib turgan chiroyidan muz yog'dirib. Hech xabarsizlik kelganidan men hayron. Ancha qizg'in bo'lmaganimdan opam hayron. Bir holda o'ng'aysizlik ko'rishdik. Opamning meni bag'riga bosgan quchqidanmi muz tepdi keladi. Uni boshlab nashliq chiqirdigan bir oshxonaga kirdim. Tamoqni buyurtib qo'yib, yot odamlardek un-tinsiz o'ltirib ketdik. Tamoq chiqqandan keyinmi yana shundoq unsiz bir holda tamoq yeyishib, tamoqxonadan ilgari keyin bo'lib unsiz chiqishdik. Opam maktabimga yaqin yerdagi bir mehmonxonaga tushib, yotoq zakas qildi. Uning safar so'mkasini ko'tarib yotoqqa birga chiqdim. Qaydiganligini biletdim. Degandek, narsa-keraklarni joylashtirib bo'lmayla tarbiyani boshladi. Her ta'tilda uyga qaytib biz bilan jam bo'lib kallangni aram oldirib, hardug'ingni chiqarib ta'til to'shqanda, ondan maktabga qaytayotgan bola eding. Bu yil zodi nima kasal tegdi sana? İşlemisang bo'lmaydiganga biz seni pulsiz qo'yib baqdiqmi? Her oyda kim qilmay avatib berayotgan pullar turmush chiqimlaringga yetmadimi? Zodi nimasini nim o'ylading bu ishning? Demisam ishlab pul tepib, Beyjingga ashu cho'loqni ko'ygil borasan-go deyman. Hay, nari yaxshi ashu quli yo'q qiz bolaning. Yurman desang oningdan chiroyli, oningdan yaxshi tandurust qizlar ozma? Odam tepilmagandek, hajabni bir chaplashib oladi ekansan ashu cho'loqqa. Apa, undaq set gap qilmag'ina. Nima gap o cho'loq degan? Qo'li yo'qligi uni xatolik emas. Taqdiriga yozilgani shu bo'lsa, uningda nima amal bor deysan? Yo seni yoqtirmaydi ekan debla saqlay olamisa? O qizning taqdiriga yozilgani o'ziga hisob. O'zining taqdiriga yozilganlarini mening bolamning taqdiriga chatiman desa, uningga yo'l qo'ymayman. Taqdirimizni u chatiman demidi. Men apa, men chatiman deyapman. Men buningdan burun sendan qo'rqib, ko'nglingni ayab uni yaxshi ko'rdiganligimni oldingda deyamaydim. Lekin endi davomli yurishim yo'q. Sening tushunishingni, bizni qo'llashingni umid qilaman. Men uni yaxshi ko'raman, apa. Muhabbatnoma 20-qism. Yaxshi ko'rsang bo'ladi. Lekin odam degan yana unutyalaydi. Boshqa birasi bilan yurib baqsang, tabiiy uni unutib ketsan. Ma'qul deb atrofingdagi boshqa qizlarga nazar sepaqqin. Oila sharoiti bizdan bak yuqori yoki bak tuvan bo'lib ketmasa, madaniyat saviyasi, yosh qurami seninki bilan taqdimatlik bo'lsa, texi yaxshi. Apa, sen mening turmush ishimgimi atrofingdagilar bilan bastalchadigan qator joylaringga o'xshash muomala qilamsan? Men shakllarni yaxshi ko'raman. Boshqa qizlar bilan yurib beqishni o'ylabmi baqmadim. Ko'nglimda u turgan yerda boshqasiga qanday ko'ngil bera olayman? Bu ishda gapingni anglayolmayman. Men kelgusidagi turmushim uchun allaqachon shakllarni tanlab bo'lganman. Men sening oldingda nima, ha? Tonumsan? Men zoti kim? Opang bo'lgan odamning gapini nazargim ilmig'dak shuncha bangvoshib ketdingmi? Apa, men cho'ng bo'ldim. O'zimning ishlarini o'ylashib qaror qilgudek. O'zimga nima kerakligini bilgudek bo'ldim. Ta'tirlik qilib, majburlayapsan qandaq? Ha, sen cho'ng bo'lding. Lekin o'zingcha cho'ng bo'lib baqmading. Men seni 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib tug'ib, ming bir mushaqqatlarni beqib qatorga qo'shib cho'ng qildim. Cho'ng bo'lib olibla o'zimning bilginini qilaman dema. Seni boshqaradishimni chaqlab keldim bu yerga. Meni tug'ib, beqib cho'ng qilgan, o'qitgan ajringni hargiz unutib qolmayman jinim apa. Umrimning oxirigacha ot eshak o'rnida xizmatingni qilsammi, men uchun so'ndirgan ajringni qaytarib bo'lmayman. Lekin jinim apa, boshqa har qanday ishda gapingni anglasammi, bu ishda sening gapingni anglayolmayman.
Meni shakllardan ayirib etma obdan apa. Uningdan boshqa har qanday telefon bo'lsa o'rinlashga men rozi. Hozirning o'zida o'l desangmi bosh tortmayman. Biroq menga shakillar bo'lmasa bo'lmaydi. Uxlab tushing. Men hayotda bo'ladi ekanman, u cho'loq bizning uyga kelin bo'lib kiraman deb ham xiyol qilmasin. Hozircha mikrofonni uzamisang bo'pti. Muhabbatlashib yurib baq. Lekin jinim tenimda bo'ladi ekan, to'yingni uning bilan qilmayman. Talash tartishimiz saq bir kun davom qildi. Tez tamoqxonadagi ishimga bormadi. Apam menga yo'l qo'ymay. Men apamning gapiga unmay. Qachon bo'lishi aniq bo'lmagan to'yning jidilini qilib, jidilimizdan xabar yo'q qizni birsimiz kelin bo'ladi deb, yana birsimiz bo'lmaydi deb talashib, hech fikrda birlikka kelmadik. Vaqt tushdan keyinga ulashgan edi. Apam tamoq yeyishni bahona qilib, meni bozorga so'rab chiqdi. Va yanfon setib olib, karta pishirib, ichiga silib qo'limga tutqizib qo'ydi. Bilib turatdim. Bu uning meni kontrol qilib, nega berib, nada turg'unimni surishtirib turish uchun qo'llangan yana bir taktikasi edi. Bu narsaning bo'g'inimi bir hisobda yaxshi bo'ldi. Hech bo'lmasa shakllar bilan aloqalashib tura oldim. Apamning bu ishga unchoq qarshi turishini ortiqcha deb o'ylaydim. Dadamning bir qo'li yo'q. Turmushda hech kimga egri tushmaydi. Texi bir obdan do'kon ichib, savdosini qilib, uydagi har kishi qilishga tegishlik hamma ishlarni o'zi bemalol qila oladi. Ba'zida apam ishdan tushib qaytib kelguncha tamoqning tayyorligini bitirib qo'ydi. Shaklami shu. Az bir qism ishlarni hisobga olmaganda, umi ishki bilikini va put barmoqlarini qo'li o'rnida ishiltib, hamma ishlarni shunchalik tujiblik puxta qila oladi. Ashundoq bo'lsa, turmushdagi hojatlardan chiqalsa bo'ldi emasmi? Uning qo'li apamga zodi nima ish qiladi? Balkim qator chaylardagi ayollarning arzulab cho'ng qilgan o'g'li nakar qiz bilan to'y qilibdi, kelini cho'loq ekan deyishidan numus qildigandi. Yana balkim sirtiklarning alay desa shuncha ko'p saq timan qizlar turg'uchida o'g'liga nadiki bir meyib qizni ep beribdi deyishidan voyim yeb shunda qildigandi. Lekin haqning nim deyishi, qanday qarishi shuncha muhimmi? Bu turmush o'zimiz qaror qilib, o'zimiz yashab menayveramiz. Qiyin kunda qolsak, haling nechun deb baqmaydigan u haqlarning bizga, turmushimizga, hayotimizdagi qalbimiz xohlagan kishilarimizga baho berishga nima haqqi bor? Apam nimishqa bularni tushunmaydigandi. Shu topning o'zida har gaplar bilan meni o'g'li bo'g'inimga to'yg'izib qo'ya olgan apam vaqt kelganda shularni gap bilan to'yg'izib, eg'zin etib qo'ya olmamdi. Haqning qanday qarashi, nimalarning o'ylashi o'g'lining baxtidanmi muhimmi? Mushularni o'ylab, aqlim garang, kallam ma'lumotang edi. Lekin qancha qilsammi apamdan bu haqda rozilik ololmay, har ishni vaqt kelganda ko'rish. Hozircha beshimni ichimga tiqib olib, hech qanday ifoda bildirmay turilish qaroriga keldim. Rostdan deganda, apamning mijoziga nisbatan shuningdan boshqa ilojim qolmagan edi. Apam necha kun kaynimdan yurib, qaqshaydiganni qaqshab, yig'laydiganni yig'lab, tillaydiganni tillab, kallamni yuyish uchun bir talay tirichanliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, meni o'zi bilan birga qaytishga qoyil qilolmay, shakllardan voz kechtirish uchunmi harxuch so'zlab yanada hech qanday amal qilolmay, oxiri qiydab, botmagan peti qaytib ketdi. Uni norozi qilsam bo'lmaydiganligini bilatdim. Biroq uning zo'rlayotganlari men xohlamaydigan ishlar edi. Mayli qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, hayotimni shakllarsiz tasavvur qilishga haqiqatan amalsiz edim. Apam ketgandan keyinmi men qiydavadi. Aloqamiz suslig'anni oz deb, har oyda avatayotgan turmush pulimni qisib oziltib oldi. Pamimcha, u mushunday qilish orqali meni shakllarning yeniga berish xiyolidan yaltaytmoqchi edi. Ta'til to'shib, o'qish boshlagandan keyin qarasam, apam bergan turmush puldan ishinmoq tugul. O'zim ishlab yiqqan puldanmi xeyli xajlab etibdiman.
chiqim degan qilmayman deb tashlab qo'yg'ili bo'ldigan narsa emas ekan. Amalsiz dadamga ahvolni aytib, uningdan pul so'rdim. Dadam meni qo'llaydi. Shakillarni yaxshi ko'rishimni cheklamaydi. Uningchi bo'lganda mayli kim bo'lsin, kim bilan o'tib baxtli bo'la olsa, muhimi shu edi. U opamning turmush pulimni qisayotganligidan xabarsiz ekan. Bu ishni anglab xursunib qo'ydi. Hamda bundan keyin opamdan yoshirin har oyda menga pul avatib turganligini aytdi va deganni qildi. Shuningdan keyin ishlar sal iziga tushdi. Qishliq ta'tilga oz qolganda yana dadamga telefon berib, bu ta'tilda avval Bejingga berib, Shakila bilan ko'rishib kelishni o'ylashganligimni, Bejingdan qaytib yurtga borganligimni aytdim. Dadam bundoq qilsam, opam bilan texim qattiq azorlashib qolganligimni samimga soldi. Ammo qat'iy qarorimni bilgandan keyin ishlarga xayrlik tilab, opam tarafdagi ishlarni yaxshilashga kuchib turganligini aytib, oq yo'l tiladi. Amaliyotda dadamga muayyan. Opam ikkimiz o'tirsidagi ishlarga mayli dadam, mayli ocham bo'lsin, uchinchi bir kishi aralashib qolgandan keyin aslida yaxshilanish ehtimoli bo'lgan har qanday ish nacharlashib qarab ta'tirlanib qoladi. Xayr dedim. Har ishni vaqtiga qo'ymay amal yo'qligini. Bu tavakkulchilikning dardini boshqa ish tortganligimni ko'nglim to'yib turadi. Dadam kiraga ishlatishim uchun yana pul avatib berdi. Buning bilan iqtisod ishidan g'am qilmay, aeroplan bileti ilib, ularga ozroq sovg'atliq, tunur kebab, so'qmoq degandek narsalardan yetkudek setib olib, Shakilaning yeniga uchdim. Biz baranmagan ta'tilda Erpanning bizni yo'qlab, shuncha yiroq yerdan kelishi jinimizni yayratibdi. Apam har xil tamoqlarni etib, uni qizg'in kutib oldi. U ep kelgan narsalarni ko'rib, yurtimizga qaytib qolgandek, xuddi yet bo'layotgandek his qilib qoldim. Ham shunchalik xush bo'ldim. Shuncha vaqt ko'rishmay, aramizda azroq yetirqash paydo bo'lib qolganligini sezdim. Ammo u yanada shundoq sumbatliq, xushchaqchaq, iliq mijoz ham ochiq yo'riq edi. Opammi uningga amroq edi. Tamoq yeb bo'lib, yerim kechigacha paranglashib, o'tgan ishlarni azlashib, hozirgi ishlarimizni so'zlashib o'ltirishibdik. Opam ikkimizning qancha tutib qolganimizga qaramay, u sirtdan yotoq zakaz qilib qo'ygan deb turib olib ketib qoldi. Atsi atdiganda tamoq etib saqlab o'ltirsak, u keldi. Tamoqdan keyin sirtga chiqib aylanib kirayli degan gapni u menga deyamay, ko'zlari orqali sharatlab uqtiramay qiynalib turganida opam sezdi bo'g'ay. Erpanni boshlab shahar manzirasini tomosha qildirib kirishimni aytib, uni o'ng'aysizlikdan qutuldirdi. Shu kuni hayotimdagi tunji quchoqlash, tunji suyishni boshdan kechirdim. İnsan yoshligining ajoyibotligiga to'lgan sirliq his tuyg'ulari, yoshlikka taliq go'zal intilishlari, muhabbat deb atiladigan o'zgacha bir dunyoning kishini o'ziga magnitdek tortib turadigan sehri kuchini tunji qitim his qildim. Erpan, rangarang gullar va bizning yurtda ko'ribmi baxmagan har xil daraxtlar, xilma-xil o'simliklar bilan go'zalligi aqlni lol qilib turadigan bog'chada bo'kkida daraxt attirgilidan barang hosil qilingan chig'ir yo'ldagi o'rindiqda mo'ramdan quchoqlab o'ltirib meni suydiganligini, biz ko'rishmagan bu yillarda meni bakli seg'inganligini, o'qishimiz bitib yurtga qaytsak men bilan to'y qiladiganligini aytdi. Bu hal to'limi hayajonliq edi.
Onun bana toymay qargan közlerden muhabbet dökületti. Möremden çıngıdı tutup, özüge tartıp durgan koludan koyaşның teptikiletti. Bedenimge teyip durgan bedenidim titrek arılaş ateş sezmekte idim. Yürekinin döpüldep soquşları anlanıp digidek duratdi. Özümnün yürekini hiyelili qeypiden çıkıp ketidigandek. Bu ateş ve muhabbet hislerine paylamay vaqtida yerilip ketidigandek sezetdim. Şu günü bağçada uzak aylandık. Tuncu muhabbetinin şirin hislerine, uzun mezgillik ayrılıştan keyinki visal şatlıqıga qiyamay, faqatla qaytqimiz kelmay vatatti. Lekin o meni apamning oldida hijolat qo'yishni xohlamadi. Uyga kelgandan keyinmi apam etgan tamoqni yeb bo'lib, yerim kechigacha paranglashib o'ltiribdimiz. U yana mehmonxonaga qaytish uchun qo'zg'aldi. Uni uzitib ko'chaning cho'ng yo'liga tutishadigan beshiga chiqqanimizda u ko'zlarimga mehr bilan tikilib uzoq turdi. Tillar zuvonsiz, ko'zlar intizor edi. Xo'shlashish bu men umrimda eng yoqtirmaydigan ish bo'lsa kerak. Umu xo'sh degan gapni ig'izdan chiqarishni faqat xohlamaydi. Kira qilamsan degan ma'noda yenimizda to'xtab signal urgan taksidan nechsini inkassiz uzitib qo'ydik. Irfan ko'zlarimga tikilib, hayajonli tiniqlarining butkul koinotga anglatib, kulimsirab turadi. U shu holda xeyli turgandan keyin mo'rlarimdan chin quchoqladi. İxtiyorsiz ko'zlarimga yosh o'lashdi. İçimning bir yerlaridan to'xtatib qolg'usiz, ochiq alamiga chidig'usiz hasrat yig'la qaynab chiqadi. Uning haroratli ko'ksiga mehrim bilan singib turib, samimiy muhabbatim bilan shundoq dedim. Kechir. Meni kechir Irfan. Seni quchoqlayolmadim. Bo'yniga g'ira silib, ching'ida quchoqlig'im bor edi. Hammaning ko'z oldida qo'lingni tutib yurgim bor edi. Qo'llaringga esilib, belikingdan qo'ltiqlab mang'im bor edi. Lekin qo'llarim yo'q. O arzularimga yetenmedim. Senimi arzuyumga yetkizemeydigan boldum. Meni kechir.